Germaniyaning davlat universitetlarida bakalavr va magistraturada o'qimoqchi bo'lgan barcha abituriyentlar va talabalar uchun maxsus taklif. Endilikda siz Germaniyaning davlat universitetlarida bakalavr va magistratura bosqichlarida o'qishingiz mumkin va sizdan asosiy talab qilinadigan hujjatlarni men sizga video davomida aytib o'taman. Bakalavrga topshirmoqchi bo'lgan talabalar O'zbekistondagi davlat universitetlarida kamida 1 yilni tamomlagan bo'lishlari kerak. Magistraturaga topshirmoqchi bo'lganlar esa bakalavrni tamomlagan bo'lishlari kerak. Bakalavrga ham magistraturaga ham ingliz tilidan IELTS yoki nemis tilidan TESTAV yoki Goethe sertifikatlari va nemis tilini baholaydigan qo'shimcha sertifikatlari bo'lishligi kerak. Siz ham Germaniyaning davlat universitetlariga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada Germaniya deb yozib qoldiring va men sizga Germaniyaning davlat universitetlariga topshirish uchun kerak bo'ladigan hujjatlarni ro'yxatini yuboraman va siz ham Germaniyaning davlat universitetlariga o'qishga kirishingiz va Germaniyada mazza qilib o'qishingiz mumkin bo'ladi.